Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Hacker.uz saytida ko'rishib turganingizdan xursandman. Bugungi videomizda biz regular выражение, ya'ni o'zbekcha tarjima qiladigan bo'lib ko'rsak, regular yozuv deymizmi? Shu orqali emailni validatsiyaga, ya'ni haqiqatdan email yozilganmi yoki to'g'ridan to'g'ri klaviaturada nima duch kelsa shuni bosilganmi, shuni aniqlashimiz, ya'ni filtrlab tekshirib ko'ramiz. Oldingi darsdan qolgan forma, uni o'zgartirib o'tirmadim, faqat обработчик fayl nomini o'zgartirdim. Demak, обработчик fayliga o'tamiz, ko'ramiz. Bu yerda hammasi oldingidek turibdi. Faqat bu yerda ismni emailga o'zgartirdim. Keyinda esa pragmatch bilan tekshirish o'tkazdim. Pragmatch, ya'ni regular выражение funksiyasi. Bu haqda biz hozir chuqurlashib to'xtab o'tirmaymiz. Keyingi darslarimizda faqat regular выражение haqida gapirishimiz, xudo xolasa to'xtab o'tamiz. Hozirda esa emailni validatsiyaga tekshiramiz. Demak, browserni ochamiz. Ko'rib turganingizdek, oddiy maydon, text yozish maydoni va knopka, saqlash knopkasi. Biz klaviaturada duch kelgan simvollarni bosib ko'ramiz va saqlash tugmasini bosamiz. Bu email emas degan xabar yozildi. Demak, hozircha hammasi ishlayapti. Endi esa email kiritib ko'ramiz. Masalan, men o'zimni emailim. Saqlash knopkasini bosamiz. Bu email. Demak, yana ishlayapti, hammasi to'g'ri. Bo'sh qoldirib bosib ko'ramiz. Unda oldingi darsimizda ko'rsatib o'tganimizdek shart bajarmadi, ya'ni bo'sh qolgani uchun global o'zgaruvchi, post o'zgaruvchisi, name o'zgaruvchisi bo'sh bo'lganligi uchun mana bu shart bajarildi. Siz emailni kiritmadingiz degan xabar berildi. Agar bizni emailimiz shu shartlarga javob bera olsa, demak bu email. Agar shu shartlarga javob bera olmasa, bu email emas degan mana bu yerda tekshirish bo'lyapti. Bu tekshirishda pragmatch false yoki true, false yolg'on, true haqiqat javobini beradi. Shunga qarab, agar to'g'ri haqiqat javobini olsak, echo bu email degan qoniqarli javobni beradi. Agar false, ya'ni yolg'on javobini olsak, demak bu email emas degan javobni, xabarni ekranga chiqaramiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugaydi. Kelgusi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.